Ko'krak bezi saratoni erkaklarda ham uchrashi mumkinmi? Ko'krak bezi saratoni erkaklarda 1-3% uchraydi. Bir yilda 10-20 erkak kishida sut bezi saratoni erkaklarda uchrab turadi. Ularda qanday amaliyotlar qo'llanadi? Asosan xirurgik lechena qilinadi va immunohistoximiya tekshiruvdan keyin gormon yoki ximiya nur terapiyalarini qabul qiladi. Ko'krak bezi saratonining birinchi, ikkinchi bosqichlarda uni dori vositalari bilan davolash mumkinmi? Davolash mumkin agar bemorni yoshi 60 dan 70 dan oshgan bo'lsa, yurak sohasida muammosi bo'lsa yoki sag'ir qo'shimcha kasalliklari hisobiga operatsiyani o'tira olmaydigan bo'lsa, operatsiyaga qarshi ko'rsatma, ya'ni yuragida nuqsoni bo'lsa yoki yura olmaydigan og'ir xastalik bo'lib ham asosiy kasallik rak bo'ladigan bo'lsa, bu kasalliklarda, bu bemorlarda operatsiya qilinmaydi va dori bilan yo kimyoviy preparatlarni tabletka formasida yoki ukol formasida qabul qilish usullari ham bor. Umuman olganda ushbu ko'krak bezi saratoni keyinchalik qandaydir yondosh kasalliklarga ham sabab bo'ladimi? Bo'lish ehtimoli ko'p. Har bir odam individual hisoblanadi va katta ko'pchilik bemorlarda operatsiyadan keyin stresslar ko'p bo'lib, stresslarga tushgan orqali u boshqa kasalliklarni ham chaqirishi mumkin. Sag'ir diabet ko'p bizlarda uchraydi, bemor ko'p stressga tushadi va shu nimadan qayg'udan ikkinchi, uchinchi boshqa nimalarni nevrologik kasalliklar ko'p uchraydi, nevroz bo'lishi mumkin. Bu kasalliklar ham chaqirish ehtimoli yo'q emas. Ayol va qizlar o'rtasida ushbu silikon implantlarni aynan estetik go'zallik uchun foydalanadiganlar ham bormi? Albatta, hozirgi kunda barcha ayollarda ko'krak simmetrishni emas, o'zi 90% ayollarda ko'krak tengligi, ya'ni simmetrishni bo'lmaydi. Bittasi kichikroq, bittasi yirikroq bo'lishi mumkin. Ba'zi ayollarda ko'kragi umuman rivojlanmagan. U qaysidir sabablarga ko'ra yoki naslda bo'lishi mumkin. Ko'kragi kichkina. Bunday bemorlarga silikon implantlar qo'yib, ko'krakni yiriklashtirish mumkin. Bunday holatlarda ham aynan ushbu amaliyot qo'llaniladi. Albatta. Va ba'zi bir ayollarda farzandli bo'lgandan so'ng ularda sut bezining hajmini o'zgarganiga guvoh bo'lamiz. Bunga asosiy sabab nimada? Bunga asosiy sabab turmushga chiqdi, farzandli bo'ldi, sut bezlari ishlab, sut bezi to'qimalari yiriklashadi va o'z holatini ko'rsatadi 1-2 yil davomida. Sut bezini ish faoliyati to'xtagandan keyin bu albatta osilib qoladi. Ya'ni ptoz deb aytiladi bu bizning meditsina tilida. Katta ko'pchilikda bu ortga qaytmaydi. Osilib qolgan ko'krak oldingi holatga qaytmaydi. Va bu yil oshgan sari ptoz darajasi ham oshib boradi. Ptoz 1, ptoz 2, 3, 4-bosqichga ketishi mumkin. Bunday bemorlarda asosan 40 yillik yoshdan oshgan ayollarda, 3-4 farzand ko'rgan ayollarda ko'p uchraydi va buni asoratlari ham ko'p bo'ladi. Bo'yin artrozlari, uyqu arteriyasining qisilishi, tanasida asimetriya paydo bo'lishi, osankani o'zgarishi, to'g'ri tik yura olmaydi va bo'yni egilgan holatda bo'ladi. Sababi ko'krakning hajmi oshib, bo'yindagi umurtqani egib qo'yishga olib kelishi mumkin. Bemorlarda 40 dan 50 dan oshgan yoshi va 3-4 farzand ko'rgan bemorlarda ptoz 3, ptoz darajasi 4 aniqlansa, buning bemorlarimizga reduksionniy mastopeksiya, ya'ni podtashka grudi, ko'krakni kichaytirish plastik amaliyoti o'tiriladi va bu bizda keng qo'llanilib bormoqda.
Shu o'rinda menda yana bitta savol bor. O'smir yoshli qizlarda uchrashi mumkin bo'lgan kasalliklar qanchalik xavfli ular uchun? Bu albatta naslga bog'liq holda kechadi. Katta ko'pchilik qizlarda 12-13 yoshdan 25-27 yoshgacha bo'lgan qizlarda turmushga chiqmaganlarda kistalar va fibroadenomalar uchraydi. Bu fibroadenomalar yaxshi sifatli o'sma hisoblanadi va ko'pincha yaxshi effekt beradi. Bu xirurgik yo'l bilan olib tashlanadi. 98% holatlarda bu yaxshi sifatli o'sma hisoblanadi. 1-2% bemorlarda bu yomon sifatli, ya'ni rakka aylanish ehtimoli bor. Kasallikni namoyon qiluvchi belgilari nimalardan iborat? Kasallikni namoyon qilinishi albatta bu kichik yoshdagi bemorlarda bo'lsa, tugullar, mayda tugullar paydo bo'ladi va bu tugullar bemorni kiyinganida, yuvinganida, paypaslab ko'rganida mayda tugullar aniqlanadi. Bu og'riqsiz bo'ladi va bunga katta e'tibor berilmaydi. Tugullar vaqt o'tishi bilan yiriklashib boradi va keyin og'riq paydo bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda keyin bemorlar vrachga murojaat qiladi. Lekin bizlar so'raymiz, agar kimda shunaqa tugullar aniqlansa yoki og'riq bo'lsa, darhol vrach mammonlik ko'rigidan o'tib, UZI ko'riklardan o'tishlarini maqsadga muvofiq bo'ladi. Aynan ushbu yoshdagi qizlarda ham og'ir yomon o'smalar deb ta'kidlab o'tdingiz, adashmasam, shunday yomon o'smalar bo'lgan taqdirda kasallik o'tkazib yuborilganda qanday amaliyotlar qo'llash mumkin? Biz bunday holatlarda rakni qanday rak ekanligini va qaysi bosqichda ekanligini aniqlab olamiz va shunga qarab xirurgik operatsiya lecheniялari qo'llaniladi. Agar birinchi, ikkinchi bosqichda bo'ladigan bo'lsa, bu ko'pincha yaxshi prognoz bo'ladi. Agar 4-bosqichda ham A, B, C turga bo'linadi. Bunday holatlarda bemor uchun ko'proq statsionarda qolib ketish xavfi bo'ladi. Operatsiya yoki ximiya shu lecheniyalarni ham og'ir o'tkazishi mumkin. Bunday bemorlarda metastaz, ya'ni rakni pastga qarab o'sishi, o'pkaga, ko'pincha bu suyaklarga qarab o'sadi, suyak to'qimalarni. Bu yomon prognozga olib kelishi. Demak, bu hayot uchun xavfli. Albatta. Xulosa qiladigan bo'lsak, ko'krak bezi saratoni yosh qizlarda ham, ayollarda ham va qaysidir ma'noda yosh biroz katta insonlarda ham birdek uchrashi mumkin. Albatta. Rahmat katta ajoyib suhbat uchun. Teletomoshabinlarimizga tavsiyalaringiz? Yoshi 15 dan 20 dan oshgan qizlarda yilda bir marta UZI, agar 30, 35, 40 yoshdan oshgan xotin-qizlarimizda esa UZI va mammografiya ko'rigidan bir yilda bir marta o'tib turishini so'raymiz. Tashakkur. Qadrli teletomoshabinlar, ko'rsatuvimiz orqali o'zingizga kerakli tavsiyalar, maslahatlar va kasallikning oldini olish yo'llari, uni davolashni o'rgangan bo'lsangiz, biz bundan benihoya mamnunmiz. Keyingi sonlarimizda ko'rishguncha salomat bo'ling.